Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Umar Mo'minov dizayn kanaldasizlar va bugungi videoda men sizlarga trendy bo'layotgan dizayn infografikani ko'rsataman kiyim uchun va sizlar men bilan birga qaytarib qilsanglar bo'ladi. Orqamdan hamma fayllar Telegram kanalimda bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p, keyingisi aytmoqchimanki, agar qaysidir joyi tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Hamma kommentariyaga javob beraman, qaytaraman va bemalol yozinglar. Xo'p do'stlar, bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Agar sizlar ham o'zingizlarning infografikali xuddi shunaqa o'zgartirib bo'ladigan shunaqa plashkalar xohlayotgan bo'lsanglar, qayerdan topish va bilmayotgan bo'lsanglar va hozir ko'rayotganinglarni men keyingi videomda sizlarga beraman. Hozirgi mana o'sha qilib bo'lganimni sizlarga tashlab beraman. Shu faylni в целом o'zingizlar olib, baribir redaktorlik qilib o'zingizlarga olsanglar bo'ladi. Agar sizlar ham mana bunga o'xshab, hozir ko'rsataman sizlarga. Qarasanglar, вообще ko'p anular, shablonlar вообще ko'p menda ko'rayotgan bo'lsanglar, kerakli hamma shablonlar bor va aytib o'tmoqchiman, hammasi o'zgartirsa bo'ladigan, bemalol o'zgartirib o'zingizlarga qolsanglar bo'ladi va aytib o'tmoqchiman, men bu ikkita shu получается plashkalarni men sotib olganman pulga va agar xohlasanglar shu ikkita plashkani men sizlarga 100 ming so'mga berib yuboraman, chunki men o'zim sal qimmatroq olganman. Ko'rsanglar, bu yerda besplatniy anularda hech qachon unaqa zo'r plashkalar bo'lmaydi. Shuning uchun kimga qiziq bo'lsa, bemalol Telegram kanalimga o't bosinglar. O'sha Telegram kanalimda username qoldiraman. Shu videodan keyin sotib olish uchun menga o'zimga yozib sotib olsanglar bo'ladi. Shu sotib olganinglardan keyin shu ikkita ssilka beraman va bonusga sizlarga yana shu fonlarni ham qo'shib beraman. O'zim ishlarini ishlatgan. O'tgan agar videoda eslasanglar, mana men o'tgan videoda ishlatganimizni fonimizni va shu uchun ko'rsanglar, hamma любой fondan infografik qilsa bo'ladi. Men bu yerda Persil uchun ishlatganman, ko'rgan bo'lsanglar va bu hammasi pulli. Bularni tekinga bera olmayman, chunki o'zingizlar tushunasizlar, bular tekinga berilmaydigan narsa. Shuning uchun agar boshqa pakim bor, u besplatnisi, o'sha xohlasanglar keyingi videoda uni besplatni beraman. Unchalik zo'r bo'lmaydi u va kamroq bo'ladi. Shuning uchun men buni ham bonus qilib sizlarga keyingi videoda beraman. Shularning o'zini hammasini. A tak, shularning o'zini sotmoqchi bo'lsanglar, ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Yana bir bori shu nima bor ekan, nima yo'qligini ko'rib o'zingizlarning ishingizda bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Shuning uchun sotmoqchi bo'lsanglar, Telegramga o'tsanglar, o'shda username yozib qo'yganman. Sotib olish uchun username yozsanglar, sotib olsanglar bo'ladi. Sizlarga fayl Figma'da tashlab beraman. Hop, infografika uchun shularni qilib olamiz. 1800 tak 1800 ga 1440 qolamiz. Tak, qaranglar, hozir men получается UzuMarketga kirdim. UzuMarketdan bironta modelni olamiz. Любой bitta topasizlar, model o'zingizlarga yoqqan. Agar o'zingizlarning modellari bo'lsa, o'sha kiyim bilan mana shunaqa oq fonda bemalol olasizlar. Hozir ko'rsataman fonini qanaqa olib tashlash kerakligini. Buni olamiz. Yoki fonni olib tashlamasanglar ham bo'ladi. Men orqa foniga plajib qo'shaman, keyin ko'rsatib o'taman videoda. Nima kesib olaman baribir ham. Shuning uchun bu yerda ham qilamiz. Shu ko'rsatib o'tib ketaman. Rejim xosida 1800 ga 1440 bu yerda ham. Birinchi qo'yib olamanda yangi Photoshop'larda удалить fon degan funksiyasi уже bor. Bemalol bosasizlar, o'z qaranglar, o'zi magiya qilib beradi. Photoshop o'zi ko'rasizlar, idealniy kesib berdi. Xo'p, men bu fonni shuni birgalashtiraman-da shuni kopировать qilsam bo'ladi. Xo'p, birinchi fon bilan ishlaymiz. Shunda fonda gradientni qilaman. Sal bo'lsam gradientni bo'lish kerak fon. Xo'p, oq ko'proq bo'lish kerak. Bu idealniy fon bo'ldi. Hozir endi mana qo'yamiz. Noto'g'ri kesibman. Ishmasam yoki noto'g'ri yo'q. To'g'ri kesganman. Maga, bo'lmasa qaranglar. Slide ustiga bosamiz-da, быстрый экспорт PNG qilib o'ziga kerak o'shani olamiz. Hozir men buni qo'yib olaman 1 minut. Bo'ldi, qo'yib oldim. Endi nima qilamiz? Hozir qaranglar. Buni sal kichkinalashtirib qo'yganmiz. Yo'q. Mana aldadim, uzr. Kichkinalashtirmaymiz. Sal mana shunaqaroq bo'lish kerak, chunki tekst uchun ham joy qolish kerak. Xo'p, kurtka ko'rinishi kerak, более-менее bo'lsa ham kurtka ko'rinishi kerak va bo'ldi, shunaqa qoldiramiz.
Hop, bunga ahamiyat bermay turasizlar. Buni keyin aytib o'tib ketaman. Hop, endi shunda prямоугольник orqasidan qilamiz. Hozir prямоугольникni orqa sloyiga o'tkazib, так что-то anavi qoldi. Вот, bo'ldi. Endi buni qaranglar. Inglizcha ayni ustiga bosasizlar, klaviatura montajyor qo'yib yuborsa kerak. Bosasizlar va sal mana bunaqa to'g'irlaymiz. Yo'q, sal o'lib ketdi, lekin buni orqasi retush qilish kerak ekan. Oxirida magiya ishlatganda dumma ko'rinmaydi degan umiddaman, yoki qilsak bo'ladimi? Yo'q, hozir tez mana buni olib tashlab retush qilib keling va retush qilgandan keyin uni normalniy bo'lishini qo'yaman. Hop, retush qildim. Более-менее endi sal yopib turibdi, uncha bilinmayapti. Yo'q, cho'tki bo'ldi. Orqa foniga aniq qo'ydik. Sal yana cho'zvoramiz va bo'ldi. Yo'q, sal turib qo'yaylik. Bo'ldi. Cho'tki idealniy bo'ldi. Endi hozir nima qo'yamiz? Dальше buni qaraymiz. Qarab. Yana bitta narsa esimdan chiqib ketdi. Bo'pti, buni oxirrog'ida keyin qo'yamiz. Yaxshi, razmerlarni ham qo'yishimiz kerak обязательно. No, razmerlarda men hozir zo'rroq ija o'ylab topdim. Hozir qaranglar. Razmerlarni ham просто qo'ymaymiz-da. Buni har bir sloyini отдельно qo'yib chiqamiz. Bunga aniq qilmadim umuman. Qani setka qo'yib chiqish kerak-da обязательно. Cho'ta esimdan chiqib ketibdi. Setka qo'yib oldik va bu tepasiga ham setka qo'ydik va botga ham qo'yib oldim. Bo'ldi, cho'tki bo'ldi endi. Tak, mana razmerini hammasini bir xil qilib chiqishimiz kerak-da. Hozir bitta radga keyin rasmni yopib turmasak, aslida umuman ishlab bo'lmaydi bu. Hop, buni ham qo'llaydi. Endi hammasini birgalashtirib chiqamiz. Hop. Buni ham cho'tki bo'ldi. Mana shunaqa kreativni qilib ko'rsatsangiz zo'r bo'ladi. Tak. Tak, razmerlarini ham ko'rsatib chiqdim. XS, S. Tekstni hozir razmerlarini botga qo'yib olamiz-da. Razmer edi. Bu sal katta bo'lib ketdi-yu, buni hozir yana kichkinalashtirishimiz kerak. Tak, buni sal yana kichkinalashtiramiz va hozir anusini o'zgartirishimiz kerak. Yana bir bora aytib o'tmoqchiman. Hop, razmeri qo'yib. Ну-ка, uni olib tashlaymiz. Пока что более-менее turibdi. Еще keyin oxirroqda o'zgartiramiz. Hop, endi tekstni mana buni bordoviga o'zgartirishimiz kerak uni. Tak, oq qoladi. Va mana полностью o'zi hamma sloyni o'zgartirsak bo'ladi. Mana olamiz-da. Shuni olib, hop. Idealniy bo'ldi. Lekin bu tekstni biz qorada qoldiramiz. Tak, отлично. Вообще zo'r chiqdi, lekin пока что menga yoqyapti. Buni to'g'rilab olish kerak baribir ham. Aha. Tak, endi mana bunga tekstni olamiz-da, undan chiqaramiz-da. Tak, tekst qaysi birini qo'ysak bo'ladi deb ko'ramiz. Qaysi biri to'g'ri kelsa, shunda biz botga yozamiz. Kurtka deb yozib qo'yamiz-da. Buni semi boldga o'tkazamiz. Bold yaxshiroq turadi. Kurtka deb yozib, tak, hozir referensni qarang, buni qanaqa qilgan ekan. Referensni ko'rib oldik uni. Tak, botga emas, bu boshqa joyga qo'yamiz buni. Cho'ta o'zimizni stilimizni qilamiz biz. Примерно похожий, lekin o'zimizni stilimizda. Tak, дальше mana buni tanlaymiz. Medium idealni tushdi, lekin sal to'g'ri kerak. Bir-biriga mos tushishi kerak, qarash kerak. Ham tekstni ham, расстояниялari ham bir xil bo'lishi kerak. Bir xil emas, idealniy bo'lishi kerak. Sal bo'lsa kichkinaroq qilamiz. Hop, endi keyingisi mana bu narsani qo'lamiz-da. Mana bundan bironta описаниесini olishimiz kerak. Состав 100% poliester emas, короткая, длинная deb yozib qo'ysa bo'ladi. 30 gacha yo'q, 20 вообще idealniy bo'ldi, lekin 20 to'g'risi idealniy вообще bo'ldi. Hop, 20 qilamiz-da. Tak.
kopировать qilib qo'yamiz, o'zgartirib и tekstni kichkina variantini qilishimiz kerak. Hop, korotkaya, длина. Так. Ага, и вот. Всё. Zo'r chiqib qoldi уже. Более-менее описанияsi ham bor уже buni. Tak, to'g'rilaveramiz va sal tepaga ko'tarib, o'zi gruppaga tiqorsak bo'ladi, gruppaga qilib. Вот. Mayli, sal pastga tushira qolamiz, чуть-чуть. Вообще zo'r chiqdi. Mana shu zo'r idealniroq turdi более-менее. Yana sal kichkinalashtirishimiz kerak, chunki menga baribir kattaroq ko'rinayotgan ekan. Zimняя kurtka, zimняя korotkaya. Zimняя sal ko'rinmay qolibdi baribir ham. Shu joylari bor, to'g'rilab aniq qilish uchun. Xo'p, bu joyini qildik. Endi xarakteristikalarga o'tamiz. Xarakteristikalarda mana bunaqa qanday versiya bo'ladi videoda. Так, bu regulirovka ekan, shuning uchun men bunisini olib, hop, endi tekstni o'zgartiramiz. Основные преимущества, misol kamaytirib buni ham. Уже qaranglar, готовый shablon bilan osonroq bo'ladi ishlash, chunki уже bilsanglar qayerda nima ishlashni уже вообще zo'rda bu. To'g'risi, любой sohada shunaqa, o'zini to'g'ri joyini topsanglar, bemalol удобно tezroq ishlaysizlar. Hop, buni yana kopировать qilamiz. Основные преимуществосini yozamiz hozir. Так, основные преимущества осень, zima. Shuni skopировать qilamiz o'zi shu joyda. Осень, zima. Осень, zima, четкий. Так. Материал плащевка. Shu joyini сразу qo'yaveramiz. Так, материал avtonom joyini o'zimiz o'chirib olamiz. Материал плащевка. Hop, material плащевка. Hop. Sal kattaroq qilamiz. Основные преимущества. Hop, endi yana bitta, ikkita olamiz shuni. Keyin to'g'rilab olishimiz kerak. Так, и yana bizda nima qoldi? Korotka длина, polyester. Shu joyini qo'yib yuboramiz va bo'ldi, tugagan. Bittaman. Bu bilan tugatdik. Ishni hozir to'g'rilab yuboramiz. To'g'rilamoqni birga ulashtirib, hammasini расстояниясini to'g'rilashimiz kerak. Shuning uchun buni расстояние 10 qo'yib, yo'q, 15 qilib. Xo'p, qaranglar, hozir nima keldim, sal o'ylab, men bilan o'zgartirdim men. Shunda ranglarni orqadagi ko'rgansiz, o'zgartirdim. Va modelda yana 2-3 ta rasmini ham qo'yishga qaror qildim, chunki bu реально plus работа объемныйroq bo'lib turadi va odamlar сразу главный ekranda nechta 2-3 ta rasmini ko'rishadi. Bu zo'r xod, lekin men o'ylashimcha uchun yana bitta rasmlarni hozir qo'yamiz. Tak, bu ichlardan kelganlari va mana katta turganini qo'yamiz. Вот. Просто idealni zo'r turibdi, lekin menga to'g'risi yoqdi. Hozir ko'raylik ham stroke bilan qanaqa bo'lar ekan. Baribir stroke bizga kerak ekan. Stroke'ni sal opacitysini tak. Ne to joyga qo'ydim. Stroke'ni opacitysini vo mana men xohlayotgan narsa, lekin realni chiqdi. Men xohlayotgan narsa. Главное преимуществоларni yozdik, razmerlarni yozdik. Вообще idealni chiqyapti do'stlar. Hop, endi orqasiga qaranglar. Men o'zim anonimni yozib qo'yaman. Siz o'zingizlarning do'koninglarni yozsanglar bo'ladi. Чтобы kimdir aniq qilmash uchun shunda men Uspire deb yozib qo'yaman. Kim bilmasa, Uspire bu meni nickname'im. И tekst bu men o'zimning shriftim. Shriftga dальше. Shuni 90 gradusga o'zgartirdik. Tak, endi 90 gradusga o'zgartirgandan keyin biz akamizning orqalariga qo'yib olamiz. Tak, shuni katta qilamiz-da. Hozir ko'rasizlar meni ideyamni. Shuni katta qilib qilamiz-da, orqalariga o'tkazib, и keyin opacityni kamroq qilamiz, ozgina ko'rinish uchun. Sizlar o'zingizlarni любой anu qo'ysanglar bo'ladi, magaz do'koninglarni. Bu farqi yo'qni to'g'risi.
Va hozir yana bitta narsa qo'yaman. Shunda tsvetlarni endi qo'ysa bo'ladi-yu, no to'g'risi tsvetlarga пока что joy uncha yo'q ekan-u. No, nima deb qo'ysa bo'ladi hozir shunda. Имеет несколько yo'q, o'zi to'g'risi o'zi вообще zo'r chiqdi hozir shu bilan kamroq narsa informatsiya, основной преимущество informatsiya ko'rsatilgan, ismlari, razmerlari va qolgan ularni ham qilib qo'ysa bo'ladi. No, to'g'risi manimniki qilsa bo'lmaydi, уже joy egallangan. Shunga like va hozir tepasiga shu narsani qo'yaman va shu bilan tugatamiz. Xo'p, endi ko'rsatib o'tmoqchiman. Men tepasiga mana bunaqa narsa qildim. Bu shunda 2-3 ta infografika uchun 5 ta qildim, chunki bu yerda adashmasam 5 ta edi. Endi bu yerga o'zingizlar xohlasanglar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu как дополнение bo'ladi, qo'shimcha работani более объемный qilish uchun. Va men o'ylayman, bu вообще zo'r, idealniy, minimalistichniy ish chiqdi. Kiyim uchun именно shunaqa qilsanglar, bu reально достойный narsa deb o'ylayman. Spetsifikli qilib, bu bo'lmaydi. Agar kiyim uchun qilaman desanglar, figmada qilganinglar yaxshi. Do'stlar, hozir ekraningizda ko'rib turgan shu ish bizda bugun qildik. Sizlar bilan birga sizlar bemalol qaytarsanglar bo'ladi. O'zingizlarni tovaringlar bilan va shuningdek, agar qasdir savolinglar bo'lgan bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi. Uzr agar tushuncha zapis qotayotgan bo'lsa. Hammaga rahmat va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va kimga sotib olish qiziq bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi. Shu flashkalar sizlarniki bo'ladi. Sizlar Umar Mo'minov dizayn kanalidanglar. Hammaga rahmat va xayr.